Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Mana bugun xudo xolasa navbatdagi darvozamizni ham o'rnatib bo'ldik. Bu darvozamizni Oxin qaynar qishlog'iga o'rnashtirdik. Holatini ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Eniga 4 metr, bo'yiga 3.45 bo'ldi. 1 kvadrat metrni 750 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. 1.8 lis, hurmatli obunachilar. Ochilib yopilishlarini ponni ko'rsatib o'tamiz. Zamoklarimiz o'sha zakazniy zamokdan, keyin kraskamiz. Yangicha kraska mana ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Juda ham ajoyib chiqqan, 3-4 sloy kraska sachilgan. Tepa holatlarini ham ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Taglari shiviler bo'ldi, 8 lik. Profillarimiz 6 ga 4, listlarimiz 1.8 lik. Tepamiz 8 ga 4 bo'ldi, u tepasi. Holati. Jega qullab bo'lsin. Xudo qullab bo'lsin endi anadan. Ana orqa holatlari. Orqalari ham juda ham silliq, skromniy chiqdi. Hurmatli obunachilar. Apex zamok. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqangi darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilib bemalol murojaat qilaverasizlar. Islom ustastlarining xizmatlaringda kommentariyaga iloji boricha fikrlarini qoldiraverasizlar aka. Kimga qanaqangi darvoza kerak bo'lsa, albatta darvozalarimizni fasollari juda ham ko'p. O'zlaring xohlagan darvozani tanlasalaring tayyorlab beramiz. Hurmatli obunachilar, qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.